Qo'ysanglar qizlar alambalo cheesecake'larni o'xshata olmasanglar qaynananglardan gap eshitasizlar. Bir list barakali bo'lib chiqadigan o'zimizning oldingi jaydari pahlavaga nima yetsin? Bayramdan keyin yana 10 kun turib berilgan pahlavani tayyorlash uchun olinavli to'g'ron unlarga muzdekkina saryonni solib, yaxshilab kroshka qilib olamiz. Ketidan 350 g smetana, 6 ta tuxum sarig'i, 1 choy qoshiq soda va 1 choy qoshiq uksus solib, vilka yordamida aralashtirib, o'rtacha yumshoqlikda qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Xamirni teng 3 bo'lakka bo'lib, bittasini katta qilib yoyib, 180 gradusda 20 daqiqada tillarang bo'lguncha pishirib olamiz. Bezesi uchun 6 ta tuxum oqini oldin o'zini yaxshilab ko'pirtirib, idishdan tushmaydigan holatga kelgandan keyin 250 g shakarni oz-ozdan qo'shib, yana yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Endi bitta xamirimizni kattagina qilib yoyib, bezeni yarmini solib, yong'oq magazlidan sevib borib, o'rtasiga pishgan xamirimizni qo'yib, yana beze yong'oq qilib, uchinchi xamirimizni ham yoyib, yopib, chetlarini chiroyli qilib tekislab olamiz. Xohishingizga ko'ra magiz solmasanglar ham bo'ladi. Men bir kosa yong'oq bilan bir piyola magiz ishlatdim. Bitta tuxum sarig'iga ozgina sut qo'shib ustiga sursanglar, paxlavelarning rangi chiroyli chiqadi. Endi sal nomiga kesilgan uzorlarni tushirib, ustiga butun yong'oqlarni qo'yib, 180 gradusda naqd 40 daqiqada pishirib olamiz. Issiqligida asallarni surib, kesib dasturxonga tortsanglar, shunaqangi zo'r chiqadi. Shu retseptni tayyorlasanglar, sizlarda ham 100% o'xshab chiqadi. Video yoqqan bo'lsa, bayramga nima pishirsam ekan deb o'ylanib turgan tanishingizga bu videoni yuborib qo'ying va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun profilimga obuna bo'ling.